Xalifadan xalifa. Bittasi o'rgatdi. Aliment to'lab yuraversan, bolani olib oldi. Men ishga kelsam beradi dedi. Atkaz oldi. Bermadi ekan. 11 yildan beri qayerda eding dedi. Bola 11. Akangiz kelsin. Ko'p yomon qiladi. Salomat bo'lsinlar. Akangiz kelsin. Meni olib keting, meni ismimni ham. Bu qayerda kelgan? Bosib ketayotganingizda gay to'satdi. Nima kerak bola? Yo'q, yo'q. Otaga oq yo'q. Urmanov Sodiq, mana ko'rishdim axiri 42 yilda. Rahmat. Hojada salomat bo'ling. Keling aytdi-da. Endi dedi hozir. Ha, o'zbek Qirg'iziston. Aravona? Aravondanmi? Aravondan? Aravon. O'shda endi. Mana bu yog'i Peshtoshni tepasida Adirdomiz. Mana bu yog'i Adirlik. Ana oshnamizni bog'i. Yodgor reji deb qo'yardik. Qozon kavlayapti. O'shani bog'i. Bularni kichkina bir zakorga qiladigan bola bor. Alisher, hudojnik. O'rismi tatarmi? O'ris. Tatar. Ashimboska. Alisher hudojligimiz bor. Tepalik. Mana. Bash tomon oyim. Oyimga qarab turibman. Bunday qilib kelaman. Ana, o'sha oyim mana. Ko'rinib turadi pashti, hamma yoq bo'lmasa ham. Mana Qirg'iziston mana. Ana Qirg'iziston. Changirtosh. Changirtosh, Qirg'iziston. Shu mahalla Adirtayda. Neftyanlik, neft deb, nefti Oqsaroy bu narsa deydi-ku. Ana skuterda keldim mana. Shunaqa gaplar mana. Chiroyli manzara. Qayerdan kelgan odamlar yuribdi. Qayerga boramiz? Chortoqqa, Xontoqqa. Bu yoqqa Xonobod mana. Manzara. Gap yo'q. Mana hamma o'tiribdi. Jambuljon. Mana hammasi mana shular xizmatdoshlar mana. Har xizmatdoshlarimiz mana. 20 tadan oshib ketdik, 25 ta bo'lib ketdik. Mana bu Ana. Bu yoqni ham olib kelaman hozir mana bor. Bu qozon boshini. Gruppasi bor dedi. Ashiga berib yubordi. Rahmat topadi ular. Kapasi. Bu anker tagida ekan. Mana qochib yurardi mana shu qozonni. Dasturxonga o'tirmasdi. Mana shu mashbolani bog'ida o'tiribmiz mana Yodgorbek. Adirchilar. Mana qo'l bola, ha, mana qo'l bola oshni qilyapti. Chiroyli qilib. Devraga alanga qo'llashgan yurishlarni oshni qilib. Ovozni eshityapsizlarmi? Chaqirashini, g'irin qaynashini. Nima ham gap yo'q-da kechigaraman. O'zimizdan. Zakasmi? Ha, zakaz olishyapti mana. Voh. Mana bepoyon dala. O'zbek dalasi. Bu yog'i, mana qillar. Ana manzara. Gap yo'q. Mana shu yoqlar nariga Adir Qirg'iziston mana yaqinroq olib kelaman. Ana.
Nefti deppa, bunday deppa diye. Mana bog' ekan. Olma bog'. Ularga zirik ekibdi. Suv qo'yyapti ekan. Bu yoq shu nimagacha. Pastgacha. Yer katta ekan. Shunaqa. Zo'r manzara joylar. Tutlar ham mana pishyapti. Shu yerda chipor tut ko'rdim. Mana. Mana kapasi ekan bu. O'choq choylar mana o'choqda qaynayapti mana. Qaynayapti. Qahva qarayapti. Organizm guruhiga hammasini tashlang, Ha? Tashlayman, ha? Xudo xohlasa. Bo'ldi, tashlayman-da. Sizdan ko'rib turaman, ha. Bo'ldi. Tashlayman hammasi. Ana shuncha olib qo'yyapman-da. Mana kapa, yodgorlik, mana shu yerda odam olar ekan mana. So'ra. Yaxshi, mana tutlar. Tutni qaranglar, mana chipor tut. Asal. Bu ham g'animat, bu tutlar ham. Necha yil olib ketuvdi bu tut yemaganim. Тутовник. Ребята, вот это тутовник называется в Узбекистане. Вот. Это сладкая такая вещь. Пальчики оближешь. Да. Ох, так вкусно. Даже словами не объяснишь. О, большой тутовник вот. Вот простор. Как вам природа? Ништяк, да? Приходите, гости дорогие, отдохнуть. Сочи, Ялта, Палта, Мали. Вот Мали, Ялта, Сочи. Это в Узбекистане так вот. Природа. Чем хуже? Ялта или Сочи? Вот гранат цветет. Вот. Это гранат. Вот цветет. Это грецкий орех, вот. Грецкий орех. Вот покажу сейчас, вот. Вот грецкий орех. Вот большая дерево. Вот дерево. Вот. Рядом прошла вот высоковольтная линия 110 киловольт. 110 киловольт линия. Вот так, ребята.
Qahramonga telefon qilmadinglarmi? Kimga? Qahramonga? Yo'q, qilmadim. Yo'lga chiqdimki, yetib borib qolaman, to'g'ri. So'rayman, telefon qilaman. Вот, mana shu, mana, все, заканчиваем обзор.